İkinci xil bal tərbiyələş usulçu degan vaqtda gep anglaydigan bal tərbiyələş, yani çın tutuş arqılı daim gep anglaydigan bal tərbiyələş. Bu xil tərbiyələşdən acılıq nima degan vaqtda birinchisi ballarda mükemmelşunaslık keltirib chiqirdi. Yani mag'lub bo'lib ketishdan atdan ziyodi qo'rqash. Chunki kichik vaqtida xatolik sodir qilib doim ota-onasining til ahonatiga duch bo'lgan bolalarda cho'ng bo'lgandan keyinmi xatolik o'tkazishdan qo'rqadi. Xatolik o'tkazishdan qo'rqishning o'zi bularni nima keltirib chiqardi desa, atdan ziyodi jiddiy ishni keltirib chiqardi. Undan so'ng bu xil tarbiyalashning yana bir xil ojizlik nima degan vaqtda qutublashgan psixikani keltirib chiqardi. Qutublashgan psixik nimasi bir tarafdan tarbiyalanib qolgan. Yani ata-onasi nurg'un bolalarga mundaq qilma yoki undaq qilma, mush to'g'ri deb bilan ma'lum bir xil usulni o'tib qo'yganlik uchun keyin bolalar bu usuldan qutlanmaydigan bir ahvol kelib chiqadi. Masalan deylik, bir bolaga biz doim sekrep o'ynama yoki yugurib kiyimingni mehnat qilma desak, bu bolada yugurishning yoki sekrep o'ynashning yoki kiyim o'ynashning xato deb o'ylagan vaqtda keyin bu bolada tabiiy nim bo'ladi desa, mushu xatoni ya'ni yugurib yo kiyimni to'p qilib qilish orqaliqmi ufq qozonadigan ba'zi sohalarda balki ufq qozonolmasligi mumkin. Masalan, doimlik o'yinlik qilib qilma, vaqirsa olmaydi, yig'ilsa olmaydi deb o'rgatgan bolani ma'lum bir kun bir bal o'g'risi tutib olgan bo'lsa, bu bolaning kallasida men vaqirsam bo'lmaydi degan ko'z qarash tufayli balkim vaqiryanmasi mumkin. Demak, bu xillik chin tutish shaklida tarbiyalangan bolalarda nima shakllandisa, qutublashgan bir xil psixik shakllandi. Ota-onalar bilib bilmay nimishqa gap anglaydigan bolagamroq desa, chunki bolalar gap anglagan vaqtda bularning birsi biz aram topimiz deb o'ylaydi. Ya'ni bunday aytgan vaqtda o'zining avorchiligidan qo'rqib ba'zida bolalarni cho'nglar xos psixikada turishni yaxshi ko'rdi. Bu to'g'riliq biz keyin tafsiliy so'zlaymiz. Qutublashgan psixika. Bolalar kasalliklar doktori John R. Fox'ning mundaq bir gapi bor. Nurg'un cho'nglar bolani cho'ng odamdek bo'lishni umid qildi. Chunki ularning bolalari cho'ng odamdek uyda qolib qolmasa, o'zi talada kichik bolalardek o'ynay oladi deb mundaq bir kod naql keltirgan. Shu nurg'un ota-onalarning amaliyotda yavash bola yo gap anglaydigan bola tarbiyalashi tip yildizi elib aytganda o'ziga texmo erkin bir bo'shliq berish nishonlagan bo'lib, bu xil tarbiya ostida cho'ng bo'lgan bolalarda qarasa yaxshi boladek tug'an bilan eng oxirida bek cho'ng ishlarni o'zi chiqarolmaydigan yoki doimlam ota-onasining uning o'rgatgan to'g'ri xatosiga osilib olib, keyingi hayot kechirish jarayonida ba'zi zo'r bo'lgan tadbirlarni qo'llanolmaslikdagi holatni shakllantirdi.